Assalomu alaykum do'stlar, qandaysizlar? Yaxshilarmi? Bizga hozir Jetki travertin bo'yicha chiqishibdir do'stlar. Jetki travertin, travertini, laki, atagento, jemshigi bizni bo'ynimizda bo'ladi. Materiallar bizni bo'ynimizda. Olib borib, yerga tushirish ham mana shu dastlabki, pastapki bari bizni bo'ynimizda bo'ladi do'stlar. Travertinni xohlasanlar kartamira chiqarib beramiz, xohlasanlar palasa chiqarib beramiz, xohlasanlar kirpich chiqarib beramiz. Kirpichga misoli palasaga ketadigan skochlar ham nima bo'ladi? Ash biz bo'ynimizda bo'ladi. Do'stlar, sokulni so'rabdir. Sokulni qanday qilsak bo'ladi? Granit qilsizlar-u, shunday qilsak bo'ladi. Granit qimmat tushib ketadi do'stlar. O'ta qimmat tushib ketadi. Qilib qo'ysanglar qana, zo'r bo'ladi. Hatta granitga o'xshatib chiqarib ham beraveramiz. Lekin travertindan chiqaramiz. 2 slot, ashini o'ziga 2 slot lak uriladi. Bemalol yuvsanglar bo'ladi do'stlar uni ham. Travertinga o'xshatib chiqarib beramiz. Mana buni ko'rsanglar, travertinga o'xshab chiqqan. Buni ham yuvsa bo'ladi. Yuvsa bo'lmaydi, bo'ladi. Sizlarga yengil tushadi nabrot. Sizlarga yengil tushadi. Lakni 2 slot uriladi. Charx bo'ladi. Atayin nariga charx qilib qo'yganingizdan keyin tosh bo'lib qoladi do'stlar. Bemalol baylanishga chiqargilar, mana nomerlarga baylanishga chiqaverasizlar. Mayli, tinch bo'g'lar. Sokul masalasi ko'rdinglar mana. Zo'r bo'lib chiqadi atak. Kafelga o'xshab. Kanalimizga kirsanglar qattalab qo'yinglar do'stlar. Sizlardan bizga paddeshka bo'ladi, paddeshka. Только paddeshka. Paddeshka qilib tursanglar yaxshi bo'ladi do'stlar. Sizlardan biz paddeshkani kutamiz. Hazaylarga qo'limizdan kelgancha Jetki travertinmi, ichki отделка, klassika, high-tech shunday remontlarni qilamiz. Cho'rni ustalar kerak bo'lsa, shu cho'rni ustalarni ham aytavergilar. Nima deydi? Beton qo'yadigan, g'ishiradigan bemalol nomerlarga baylanishga chiqaverasizlar do'stlar. Tinch bo'g'lar do'stlar.